Bozorda borsangiz 1 kilo shakardan ham arzonroq pulga beradi. Chollar yeydi uni. Yumshoq qand bo'ladi. O'sha parvarda qandni 1 kilo shakarni puliga beradi. Qog'ozga o'ralgan qandni 2000 ga beradi. Ichiga oq qog'oz o'rab turib, yana ustidan yog' o'tmasin deb yana bitta qog'oz o'rab, yaltiroq qog'ozlar bilan uni 5-6 mingliklari ham bor. Shuni aslida olsangiz hammasi shakardan bo'ladi. Bittasi tilla odam, bittasi kumushdan bo'lib qolmaydi. Hammasi shakardan bo'ladi. Lekin o'ralgan sari narxi oshaveradi. Xotin kishi ham shunaqangi bo'ladi. Xudoning oldida xotin kishining narxi o'ralish bilan ko'tariladi. Ochilgan sari pechga qanday o'shib narxi tushib qoladi. Qancha o'zini himoya qilib yashirsa Xudoning ham oldida narxi oshadi, bandani ham oldida narxi oshadi. Ha qizim ko'chaga yasanib chiqmasa, buni birovlar ko'chada ko'rmasa, qizim o'tirib qoladi degan tashvish qilgan odamlar ahmoq odam bo'lmaydi. Odamlar shunaqa narsa ham bor ekan, eshitganman shu narsani. Hadiyda qizingni ko'rmasa kim kelin qiladi deydi. Bir qizini kelin qilish uchun ko'chaga shunaqa qilib yalang'ochga ochib qo'yish shartmikan? Agar balonchi mahallaga borib tilla ko'mib qo'yibdi shetga desa deydi, amakim aytganlar. Tilla shaka bir mahallaga tilla ko'mibdi, hech kim qaytdan bilmasagan desa, shu mahallani kovlab yurishaveradi, topib qolamga men tilloni deb. Qizingiz ham shunaqangi. Agar Xudoni tanitib qo'yib, uyingizga yashirib shikatligiga tiqib qo'yganingizda ham, chetda palonchini qizi borgan, Xudodan qo'rqargan, namoz o'qiragan deb, qaytda bo'lsa ham kelib topib olib ketadi. Siz o'ylagan bo'lmaydi. Va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ko'p ishlar bor sizlarning nazarlaringizda yomon bo'lib ko'rinadi-yu, ammo sizlar uchun o'sha narsa foydali deydi Xudo taolo. Ko'chaga chiqmasligi sizga shayton uni jo'ya xuddi qilib ko'rsatadi-da, chiqarmaslik deydi, kim oladi buni deydi. O'tirib qolar shu bilan deydi. Agar ibodatli bo'lsa, namozxon bo'lsa, Xudoning tanasi ilmi bo'lsa, u erta kunda u turmushga chiqib yana chiqqanda ham juda baxtli joyga tegadi. Xudodan qo'rqadigan, o'ziga o'xshagan munosib joyga tegadi. Hayna ochig'ida kim oladi? Ochig'ida ochiq oladi-da. Ochig'ida o'ziga o'xshagan ko'chada ro'bara kelgan bilan gaplashadigan odam oladi. Endi chiqay turganda yaxshi, lekin bir kamdan kam bo'lib qoladi. Lekin Xudo taolo aytadiki, al-xobisatu lil-xobisin, ifloslarga iflos turib qilaman deydi. O'xshatmada uchratmaslik ham tagi bor. Yaxshiga yaxshi chiqadi, yomonga yomon chiqadi. Bitta gap shu yerda, endi tugatamiz shu bilan. Hammaga zarur gap. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning huzurlariga bir ayol keldi. Ya Rasululloh, haqdan Xudo taolo hayo qilmaydi-a dedilar. U gapini uyatli gap ekan, u kishining gapi. O'shanga oldin hali ruschasiga aytganda strahofka qilib turib gapiryaptilar. Xudo taolo haqda hayo qilmaydi, haqdan uyalmaydi, hayo qilmaydi, yo'q hayo qilmaydi. Bir narsa so'rasam bo'lmasa, so'rang. Ayol kishi ham tushida erkak kishi ko'rgan narsani ko'rsa nima bo'ladi dedi. Janob Rasululloh g'usl qiladi dedilar. Shunda Oysha onamiz bilan Ummu Salama onamiz roziyallohu taolo anhuma ikkovlari hali ayolning gapidan hijolat bo'lishib, "Ya Rasululloh, ha ayol kishiga ham suv bo'ladimi?" deb so'radilar. U ham erkak kishiga o'xshab tush ko'radimi dedilar. Janob Rasululloh aytdilarki, soddasiz-da. Ayol kishida suv bo'lmasa nima? Ayol ona tarafiga o'xshaydi. Ayolda ham suv borligi uchun ona tarafiga ota-onalarga o'xshab ketadi farzand dedilar. Faqat otaning suvidan farzand bo'lmaydi, onada ham bo'ladi, otada ham bo'ladi deydi. Endi kitobda egalari aytadi-ki, Oysha onamizdan Xudo taolo dinning yarmi ilmini tarqatib o'rgan. Bitta ayoldan, Janob Rasululloh bir ayollardan Xudo taolo dinning ilmini yarmini tarqatgan. Ayollarga tegishli masalalar hammasi Oysha onamiz vositalarida bilingan. Shu darajada ilm bo'lib turib, shu darajada kamolat sohibasi bo'la turib, nimaga ayol kishini tush ko'rishini bilmadilar? Nimaga ayol kishi ham tushida bulg'anishini ilmini bilmadilar? Desam, kitobda aytadiki, Xudo taborak va taolo dunyoda payg'ambar jo'natgan, necha ming payg'ambar jo'natgan bo'lsa, o'sha davrini eng pokiza insonlarni Xudo taolo payg'ambar qilib saylagan. Ularda tushda junub bo'lish degan narsa bo'lmagan ekan. Tushda ehtilom degan narsa bo'lmagan ekan. Xudo taborak va taolo o'sha zotlari pok bo'lgani uchun ularga ham tushda ehtilom bo'lmagan xotinlarni xotin qilib bergan, o'shaning uchun bilmagan ekan ular. O'shaning uchun Oysha onamiz shuncha ilmi bilan Ummu Salama onamizdan bilmagan ekanlar, Oysha onamizdan bilmagan. Nimaga? Eng pokiza zot payg'ambarning xotini bo'lgan ular. Kitobda aytadiki, agar sen ham pok bo'lsang, seni pokliginchalik darajada senga Xudo taolo xotin ro'para qiladi. Iflos bo'lsang, ko'chada hech kim ko'rmayapti, termilib o'tirasang begona xotinga, senga ham termilagan xotin ro'para qiladi. Erim ko'rmayapti deydigan xotin ro'para qiladi.
Hech kim ko'rmasa ham Xudo ko'rib turibdi. Men o'zimni himoya qilay, menga ham Xudo taolo meni xotinimni ham boshqalardan yomon nazardan himoya qilsin deb turib, shu niyatda yumsangiz, ajabmaski siz